İki tomoni ko'cha ekan, juda ham zo'r joy ekan. Bu yerga kelgan odam indamasdan kelar ekan. Yayrab o'lar ekan degin. Bunda indamay hashlab kela olish kerak ekan. Shap-shap. Million pul. Ya seni ham ha, yana gaplashamiz. Qachon pul jo'natasan deb qo'y. Ha, bo'pti, ishini qilib ko'rib, bo'l, topib olding. Senga ashinga telefon qilib kel. Mana Oqchor rayonining tegiz yeridan yer sotiladi. Qoluvchilar bo'lsa sotiladi. Buni mana zavodni jani, buni yo'llar tushgan, buni uylar bor. Mana shu tegiz yer. Mana tegiz yer uylar tushib qolgan mana qo'shnilar. Mana shu yerda buni qoziq, buni teginda qoziq, bu yerda qoziq. 20 ga 30, 6 sotik Oqchor rayonida chek sotiladi. Mana 70-80% ayilda odamlar uy solib, uje o'rnashib, joylashib bityapti. Mana oxirgi yerlar, mana shu yerlar qolgan. Tegiz yerlar, bu yog'i zavod, beton zavod, bu yog'i shag'il elektron zavod, bu yog'i ayil, mana kengri yer. Mana ke. Mana tegiz yer, mana qo'shnilar uy solgan. Bu yog'i nima? Buna svetlar kelgan, buna svetlar bor, stolbalar bor. Svet, suv, suvat suv, toza suv, svet bardigi bor. Olasizlar, uyni solasizlar. Bo'ldi, yashaysizlar. Mana but el kelyapti. Mana qurg'oqchilik boshlanib, nima qilamiz yotadi. Mana bir qoziq, mana ko'rib turasizlar. Ikkinchi qoziq mana yerda, mana aka. Mana aka, uchinchi qoziq mana yoqda. Mana 30 ga 20. Oqchor rayonida chek sotiladi. Bahası 700 ming kemi bor. Söylashamiz.